Vitamama Dinolactinio bu bolalar organizmi uchun maxsus ishlab chiqilgan pektin asosida tabiiy sorbent bo'lib, uning asosiy vazifasi ichki muhitni yumshoq fiziologik tarzda tozalashdan iborat. Pektin bu olmadan olinadigan eruvchi o'simlik tolasi bo'lib, u ichak tizimidagi toksinlarni, allergenlarni, ovqat hazm bo'lmay qolgan qoldiqlarni va eng asosiysi parazitlar bilan qarshi kurashadi. Ularni organizmdagi tabiiy yo'l bilan chiqarishga yordam beradi. Shu sababli Dinolactinio ovqatdan keyingi og'riqli hissida, ich ketishi yoki ich qochishi fonida allergik fon kuchayganda, organizmni tashqi omillarga sezgir bo'lganida qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Nega aynan bolalar uchun mos? Bolalar ichak tizimi tez ta'sirlanadi, toksinlarga sezgir, immun tizimi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Dinolactinio tarkibidagi tabiiy pektin ichak muvozanatini saqlashga yordam beradi.